Do'stlarim bilan 24 soat qolamiz. Let's go! Toshkent sharoitida katta bo'lgan blogerlarning qishloqda 24 soat vaqtda qanaqa o'tishini bugungi videoda ko'rib olasiz. Yaxshilab joylashib oling. Video sizlarga yoqishi aniq. Kamol Qohorov YouTube kanaliga kelibsizlar. Hamma so'radi. Qishloq videosini YouTube'da 24 soat qishloq videomizni hozir kelib 10 million prosmotr oshib ketgan. Sizlar so'radinglar mana qo'yat 2 qism uchun albatta yana o'zimizni Toshkentni oldinlarini Samar to'xtanglar. Qatligini jigarim o'zlari Samarqand Bizlar ham bor. Bular albatta Yunus Zarina va Durdosh. Samarqand Ishoninglar 24 soat biz mana shu qishloqda vaqt o'tkazamiz. Bizani oldin nima kutayotganini ham o'zimizdan bilishimiz uchun hozir o'zida albatta kanalga obuna bo'lib va mana shu videoga like bosib qo'yish eslatmasin. Menimcha sizlar nima deysiz? Birinchi kiyimlarni almashtirib, haqiqatda qishloq vaybiga kirib olish kerak. Keyin biz birinchi bo'lib qishloq vaybiga kirib olamiz. Let's go.